anjumanning ikkinchi qismini boshlaymiz. Unda Rustam bosh murabbiy Abbos Ergashev ishtirok etyapti. Bugungi uchrashuv haqida fikrlaringiz? Bugungi o'yinda barcha sirdaryolik muxlislarimizni g'alaba bilan tabriklayman. Barcha klubimiz rahbarlari va o'sha viloyatimizda kim o'sha futbolga o'zini hissasi qo'shayotgan barcha insonlarni ushbu g'alabamiz bilan tabriklayman va o'ylaymanki, keyingi o'yinlarda bundan ham yanada yaxshiroq natijalar qayd etishga harakat qilamiz. O'yinga keladigan bo'lsak, raqibni o'rganish davomida o'zimizga yarasha taktikalar ishlab chiqqandik va o'ylaymanki, biz o'ylagan rejalar barchasi amalga oshdi. Raqib endi Superliga jamoasi bo'lganligi sababli ularda deyarli barchasi kuchli futbolchilar va yaxshi legionerlardan iborat edi. Lekin biz o'sha qarshi hujum taktikasini tanlab, bugun uchrashuvda natijaga erishdik. Ularning mag'lubiyatini nimaga izohlash? Endi men ular mag'lubiyati haqida bir narsa deya olmayman. Biz o'zimizni o'yinni yo'lga qo'yish va g'alaba qozonish maqsadimizda, mana Xudoga shukr, g'alabaga erishdik.